Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Parkur chegarasidan o'tish bu juda ham qiyin ishlardan biri. Men bu yerda hech kimni sotib ola bilmayman. Mana endi bu safar men parolni topib olmasam kerak. Bu degani faqatgina men jang qilaman. Xudoyim, bu dunyoni qutqarish bunchalar qiyin. Bularga men o'zimni tanishtirib o'tirmayman, chunki ular bilishadi meni kimligimni. Men ularga hech nimani o'rgatishim shart emas, chunki bu o'yinchilar mendan yaxshi bilishadi parkur battle'ni. Lekin esingizdan chiqmasin, men hali ham parkur chempionman. Xullas, men birinchi zarbamni 3 ta blok balandda joylashgan narvonning ustiga sakradim. Lekin eng qizig'i shundaki, mening sherigim hattoki hayron ham qolmadi. Men uni battle'ga taklif qilganimdan xabari bormi? Xo'sh, chempion, mayli. Qani ko'ramiz qanchalar kuchli ekanligingni. U ham mendek sakramoqchi edi, lekin uddala bilmadi. Menimcha battle tezroq tugasa kerak. Men bergan sinovni uddala bilmadi. Menimcha uning 5 ta yuragi ketdi shekilli. Yana bitta zarba va dunyoni qutqarishga kirishamiz. Mana endi keyingi navbat mening eng yaxshi sakrashim 360 gradusda. Xullas, men tuvaklar ustida 360 gradusda sakrashni amalga oshirdim. Ko'pchilik bu battle'ni bajara bilmas edi. Men hammasi shu yerda tugaydimi deb o'ylasam, lekin bu oddiy battle emas ekan. Hajjin ursin, nega parkur battle'ga rozi bo'ldim? Oddiygina parol aytsam bo'lmasmidi? Agar u sakrashni amalga oshirsa 1 ochkoni qo'lga kiritadi. Menimcha bu pishiriq moslamalarning ustiga sakrash mening 360 gradus sakrashimdan osonroq bo'lsa kerak. Menimcha men g'olib bo'laman. U sakrashni amalga oshirdi, lekin 180 gradusda sakradi. Nima sen bu battle'ni oson kechadi deb o'ylaganmiding? Agar u sakrashda 180 gradusni qo'shmaganda edi, u hozir nobud bo'lgan bo'lardi. Hajjin ursin, mana endi bundan ham qiyin sinovni qilishim kerak. Agar men bajara bilmasam, tamom, shu yerda yo'q o'laman. Mana endi shunday sakrashni amalga oshiramanki, bu sakrashni men hali o'zim ham bajarib ko'rganim yo'q. Agar men bu sakrashni amalga oshirsam, battle'da g'olib bo'laman. Bu sakrash 360 gradusda 3 ta blok uzoqlikdagi narvonning ustiga sakrash. Men sakramoqchi edim, lekin jin ursin uddala bilmadim. Jin ursin, men shartni bajara bilmadim. Atraflina bo'ldim. Men bu battle'da g'olib bo'laman deb o'ylagandim. Mana endi hammasi menga qarama-qarshi bo'lyapti. Hammasi o'z joyiga tushdi. Atraflina yo'qoldi. O'zimni jonimga qarasam, yarimta yurak qolgan ekan. Mana endi men unga qarata qaqshatki zarba berishim kerak. Agar men yana bir marta xato qiladigan bo'lsam, mening sarguzashtim tugaydi. Lekin qanday qiyinchilik bo'lmasin, men bu dunyoni qutqarishim kerak. Narigi o'yinchi keyingi sinovlarga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Uning sinovlari muzdan bo'lgan bloklardan iborat. Men hali muzlarning ustida tushmadim. Men hali jang qilishga ulgurmadim, u yiqilib o'ldi. Qoyil, men o'ylamagandim bunday tugaydi deb. Mayli, ahamiyat yo'q. Lekin men g'alaba qozondim. Xullas, men bu parkur battle'dan zo'rg'a emaglab chiqdim. Menimcha mana endi men eng xavfli hududga keldim. Menimcha bu keyingi diskni topishim uchun joy. Menimcha bu disk shishalar legendasi. Men 4 ta diskni qo'lga kiritsam, parkur sivilizatsiyasiga qaytsam ham bo'laveradi. Men faqatgina 4 ta diskdan hali bir donasini topdim. Lekin parkur jangchilari hali ham diskni topish ilinjida yurishibdi. Men tushundim, bu yerni boshqaradigan boshliqlari bor. Agar men birinchilardan bo'lib qolgan 3 ta diskni topsam, men dunyoni qutqaraman. Jin ursin, muzning ustiga sakrash shishaning ustiga sakrashdan yaxshiroq ekan. Bu yerda barcha sakrashlar shishalik bloklarning ustida ekan. Xullas, men yo'lga chiqishdan oldin sog'ligimni tiklab olishim kerak. Men bu yerga kelganimda sog'ligimni tiklash uchun faqatgina oyoq kiyimlarimdan foydalanganman. Talgina tushunarsiz holat. Axir men parkur chempion bo'lsam, menga oziq-ovqat nima keragi bor? Men-ku mayli, qolganlar qanday qilib oziq-ovqat olishadi? Mayli, ahamiyat yo'q. Tezroq 3 ta qolgan diskni topish kerak-da, parkur sivilizatsiyasiga qochish kerak. Lekin bu sarguzasht oldingi sarguzashtlarga o'xshamaydi. Bunday chegaralar o'zlarini sirlarini boy berishmaydi. Qiziq, bu yerda quyruqchilar yo'q-ku. Agar boshqa o'yinchilar bu yerda quyruqchilar yo'qligini bilib qolishsa, ular meni ortimdan kelishadi. Xullas, tezroq boshlasam, tezroq diskni qo'lga kiritaman va qolgan o'yinchilar meni ko'rib qolishmaydi. Boshqalarga aytish oson, lekin bu sinovlar borgan sari qiyin bo'lib boryaptimi nima balo? Bu sinovdan o'tish uchun shishalar bo'yicha master bo'lish kerak. Men hozir o'zimga ishonchim komil, lekin men umrimda bunday sakrashni amalga oshirmaganman. Bu sinovlar men ko'rgan eng qiyin sinovlardan biri bo'ladi. Men bu sakrashlarni amalga oshirishim uchun menda faqat bittagina imkoniyat bor. Xullas, men tezlashim kerak. Qolgan o'yinchilar kelib diskni qo'lga kiritmasdan oldin. Bu sinovlar oddiygina shisha bo'lganda mayli edi. Lekin mana bunday ko'rinishdagi sinovlar bu umuman oshib tushdi. Lekin hammasi ham men aytganday bo'lavermaydi. Men ortimga qaramasdan faqatgina olg'a qadam bosishim kerak. Agar men tirik qolib orqaga qaytadigan bo'lsam, men eng qudratlilardan qudratlisi bo'laman. Eshitilishi yomon emas, lekin bir narsa esimga tushdi. Axir menda bor yo'g'i bitta disk bor. Men hali yana 3 ta diskni qo'lga kiritishim kerak. Jin ursin, hali bu sinovlarning boshlanishi. Men ortimga qaytishim uchun men hali yana 2 ta sinovni boshimdan kechirishim kerak. Xo'sh, mana endi xayolni bir joyga jamlab olish kerak. Agar bu yerda bitta xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsam, men o'laman. Agar men yana parkur battle'ga qatnashadigan bo'lsam, unda ham o'lishim mumkin. Agar shu paytgacha Sivit meni aldagan bo'lsa, men yana o'lishim mumkin. Mayli, nima ham deymiz. Jin ursin, bu yana qanday parkur sakrashlar bo'ldi? Mayli, na iloj, o'tishga majburmiz. Asosiysi ehtiyot bo'lish kerak. Bitta shishaning ustidan sakrash 8 ta blokning ustidan sakrash bilan barobar. Bu deganiki 7 marta o'lchab 1 marta sakrash kerak.
Yana bir kichkinagina muammo. Men narigi tomonga o'tib bilamanmi o'zi yoki yo'qmi? Qani, yop berim. Keyingisi undan ham battar. Keyingisi 4 ta blok uzoqlikda joylashgan edi. Men uning ustiga sakradim va zo'rg'a turibman. Jennerson jimgina uyga ko'timni qisib o'tirsam bo'lmasmidi? Uyda o'tirib Anilan dublyaj o'zining videolarini ko'rib, xo'sh, tushunmadim. Agar men bunday sakrashni amalga oshirib olsam, u 2 ta blok uzoqlikda joylashgan. Ha, axir bu oson-ku. Qani boshladik. Qani, Jennerson. Yo, bunday sakrashni amalga oshirib bilmasam kerak. Jennerson o'rtalab ketib bo'lmaykan. Mayli, na iloj, qiyin yo'llar bilan boramiz. Men har bir sakrash uchun juda ham ko'p vaqtimni yo'qotyapman. Lekin men bu yerda boshqa o'yinchilarni yoki bo'lmasam boshqa jangchilarni ko'rmadim. Shuning uchun men bu sinovlardan shoshilmasdan o'tsam ham bo'laveradi. Shunchaki men bu yerda tirik qolsam bo'ldi. Balkim bu yerda bironta ham o'yinchi bo'lmasa kerak. Disk uchun kurashayotgan bu yerda faqat men. Mayli, bu yerda Jennerson bu sinovlarni o'zi kim o'ylab topgan? Bu la'nati padarlarni zinalardan zo'rg'a tepaga chiqib oldim. Men yerda nimadir tushib qolganini ko'rdim. Bu qog'ozmi? Men uni qo'limga oldim va nimadir yozilgan ekan. Bu sinovlardan aslo o'ta ko'rma deb yozilgan ekan. Jennerson, endi nima qilaman? Axir men deyarli marraga yetay deb qoldim. Yana bir qadam va men keyingi diskni qo'lga kiritaman. Yoki kimdir meni ogohlantiryapti. Yoki bo'lmasam diskni olishimni kimdir xohlamayapti. Mana endi men chalgashib qoldim. Menimcha ikkinchi aytgan gapim salgina haqiqatga yaqinroq. Axir bu yerdagi o'yinchilar biladi men diskni qidirib yurganimni. Balkim kimdir meni to'xtatib qolmoqchi bo'lyapti. Yoki bo'lmasam mendan oldin diskni qo'lga kiritmoqchi. Balkim kimdir meni ogohlantiryapti pistirmaga tushib qolmasligim uchun. Xullas, lekin buni hozir ahamiyati yo'q. Men parkur sivilizatsiyasiga qaytishim kerakmi? Demak, 4 ta diskni qo'lga kiritganimdan so'ng qaytaman. Agar men diskni olayotganimda pistirmaga tushib qoladigan bo'lsam, mayli, lekin harakat qilib ko'rish kerak. Mana bir nechta sakrash va men bu sinovdan o'tib olaman. Bu yerda qisqa yo'l bor ekan. Jennerson, bunday sinovlar oddiy o'yinchilarga berilmaydi. La'nati, shuncha sakrab ter to'kib kelyapman. 1 so'm oylik beray demaydi birontasi. Yana bitta sakrash va men nihoyat diskni qo'lga kiritaman. Men oldinga bitta sakrashim kerak. Men uddaladim. Mana va nihoyat men afsonaviy shishalarning sinovidan o'tib oldim. Qani la'nati apparat, tezroq menga diskni chiqar. Men o'rtaga kelib turganimdan so'ng apparat menga nimadir uloqtirdi va bu men xohlagan narsa edi. Va nihoyat parkur bo'yicha shishalar legendasining diski mening qo'limda. Mana ikkitasini qo'lga kiritdim, yana ikkitasi qoldi. Mana endi yana bir kichkinagina muammo bor. Bu yerdan qanday qilib tushaman? Sinoving boshingdan qolsin. Men Sivitning oldiga kompasni olish uchun ketyapman, chunki keyingi diskni olishim kerak. Lekin uzoqdan nimadir ko'rib qoldim. Qiziq, bunday binoni oldin ko'rmagan ekanman. Men tezroq disklarni qo'lga kiritib, bu yerdan tezroq ketishim kerak. Lekin do'stimdan darak ham yo'q. Balkim u hali tirikdir, balkim bu binoning ichigadir, qo'rqqandan yashiringandir. Agar u binoning ichiga bo'lmagan taqdirda ham men binoning ichini ko'rib keyin chiqib ketaman. Binoning ko'rinishi eski kutubxonaga o'xshar ekan. Qiziq, ba'zi bir jamoalarda hattoki kitob ham yo'q edi. Jennerson, mana bu zinalar shishalik zinadan ham battar ekan. O'zim men bu yerda nimani izlayapman, o'zim ham bilmayman. Balkim men bu yerga ma'lumot beradigan biron bir kitobni topib olarman. Men atrofga nazar solib turganimda kitob javonining ichida kitob ko'rdim. Xo'sh, mana endi ehtiyotkorlik bilan kitobni olish kerak. Kitob parkur tilida yozilgan edi. Xayriyatki men parkur tilini ozgina bilaman. Menimcha chempionning oyoq kiyimi haqida yozilganmi? Chempionning oyoq kiyimlari uni sog'ligini tiklab beradi. Shu ham yangilikmi? Axir men bu oyoq kiyimlarni sog'ligimni tiklashim uchun ishlataman. Ko'raylikchi, kutubxonadan yana nima topib olar ekanman. Men atrofga yana bir bor nazar soldim, lekin do'stimdan darak ham yo'q edi. Lekin men sezib turibman, meni do'stim qayerdadir shu atrofda. So'ngra men keyingi qavatga ko'tarildim va kimnidir ko'rdim. Hozir meni jang qilish niyatim yo'q. Iltimos orqangga qarama. Sen qaytib keldingmi? Men bilardim sen qaytib kelishingni. Sen o'z fikringni o'zgartirdingmi? Men qaytib keldim. Sen qilgan ishlaring uchun seni ayblamoqchi emasman. Bilaman, birdan qaror chiqarish juda ham qiyin. Hech narsaga tushunmayapman. U meni kimligimni bilmaydi, men esa uni kimligini bilmayman. Menimcha sen o'z do'stingni qidirib kelgansan, to'g'rimi? Tushunmadim. Meni do'stim, sen uni qayerdaligini bilasanmi? Men haligi javonlarga kitob qo'yib o'tirgan edim. Men ancha yillar bo'ldi bu yerda parkur qilmaganimga ham. Lekin bilasanmi, men u kitobni olishim kerak. Xavotir olma. O'sha kitobni men senga o'zim olib beraman. U mana shu kitob edimi? Hozir men bir pasda yo'q. Jennerson, bu yaxshilik emas. Lekin mayli, hammasi tez tugadi. Mayli, bu kitobni o'zim olaman. Xullas javondan kitobni oldim-da uni o'qishni boshladim. Qamoqxona haqida yozilganmi? Bu qamoqxonada umuman parkur qilib bo'lmas ekan. Balkim jangchilar meni do'stimni tutib olib qamoqqa olishganmikin. Axir bu yaxshi yangilik, ajoyib yangilik. Bu yozuvdan shuni anglab bilib oldimki, balkim mening do'stim hali ham tirikdir. Balkim Sivit bilar bu qamoqxona qayerda joylashganligini. Xullas, Sivitning oldiga keyingi kompasni olish uchun keldim. Hoy Sivit, alo. Tushunmadim.
Bu yerdan nima qilyapsan? Nima balo, uxlayapsanmi? Ey, men juda ham charchadim. Bu buyumlarni qidirish juda ham qiyin ekan. Oy, la'nati, bu buyumlarni men qidiryapman, sen emas-ku. Xullas, men ikkinchi diskni qo'lga kiritdim. Lekin chegarada tushunarsiz voqealar bo'ldi. Mana endi uchinchi diskni qo'lga kiritish uchun yo'lga tushaman va Sivit menga kompasni berdi, navbatdagi diskni topishim uchun. Xrustal legendasini izlaymiz. Ha, yana bir gap. Menimcha mening do'stim Trikka o'xshaydi. U qandaydir qamoqxonada. Sen u qamoqxonani qayerdaligini bilasanmi? Uni qutqarish uchun bizda hali imkoniyat bor. Lekin undan oldin 3 va 4 disklarni qo'lga kiritishimiz kerak. Ha, to'g'ri aytasan. Biz disklarni qo'lga kiritamiz, do'stimni qutqaramiz va bu yerdan quyon qilamiz. Jin ursin, borgan sari sakrashlar va sinovlar qiyin bo'lib boryapti. Men bir o'zim dunyoni qutqarganman. Ikkinchi marotaba ham dunyoni qutqarish qo'limdan kelarmikin? Kech bo'lmasdan oldin do'stimni ham qutqarishim kerak. Menimcha bizda hali imkon bor. Agar men bu parkur sinovidan o'tadigan bo'lsam, men yana bir qadam qo'ygan bo'laman. Lekin men bunday parkur qilmaganman. Lekin xavotir olmasam ham bo'laveradi. Chunki bu yerda mendan boshqa kimdir sinovlardan o'tyapti-ku. Bu yaxshilikka emas. Agar u mendan oldin sinovlardan o'tadigan bo'lsa, u disklardan birini qo'lga kiritadi. Axir bu disklar bilan men dunyoni qutqara olaman. Mana endi bu sinovda tezlashmasak bo'lmaydi. Bu yerdagi har bir sakrashlar xrustaldan qilingan. Men butun umrim bino bo'lib parkur sivilizatsiyasida bunday sakrashlarni ko'rmagan edim. Lekin men bu sinovdan tezroq o'tishim kerak. Shuning uchun yo'q. Axir men parkur sivilizatsiyasini qutqargan yagona o'yinchi edim. Men yana bir bor buni uddalayman deb o'ylagan edim. Men eng qiyin ikkita sinovlardan o'tdim. 4 ta disklardan ikkitasini qo'lga kiritish uchun. Men uchinchisini ham qo'lga kiritmoqchi edim, lekin buni uddala olmadim. Balki bu mening taqdirimda yozilmagandir. Men xrustal parkur legendasini izlashga chiqqanimda, men bilgan edim bu sarguzasht qiyin bo'lishini. Oldin parkur chegarasidan o'tganimda, men u yerda o'z jonimni xatarga qo'yib parkur battleda qatnashgan edim. Mana bu chegara ham xuddi shunday vaziyatga olib borishini bilardim. Men platformaga sakradim va battlga tayyor edim. Lekin eng qizig'i shundaki, bu yerda hech kim yo'q edi. Chegarani hech kim qo'riqlamayapti. Menimcha meni omadim kelganga o'xshaydi. Yoki bo'lmasam meni xatar kutib turibdi. Ha, menimcha bu pistirmaga o'xshayapti. Yaxshi yangilik shundaki, bu yerda faqatgina men va mana bu xrustal bloklar bor, boshqa hech kim yo'q. Men parkur battledan qochib qutuldim, lekin hozircha xavfsizman deb o'ylamayman. Lekin men qanday qilib bo'lmasin parkur legenda sinovlaridan o'tishim kerak. Lekin undan oldin mana bu parkur sakrashlarini aniqlab olishim kerak. Axir parkur sivilizatsiyasida xrustallar ustiga sakrash yo'q. Xullas men ularning ustidan o'tishni boshladim. Buning uchun hali mening tajribam yo'q. Bu bloklar barchasi xrustaldan edi. Lekin mana bu kichkina xrustallarning ustiga sakrashga ham majbur edim. Bu kichkina xrustallar ustiga sakrash juda ham noqulay. Agar men bu yerda kichkinagina xato qilib qo'yadigan bo'lsam, mening sarguzashtim shu zahotiyoq tugaydi. Sen shoshilma, u paydo bo'lishi bilan senga hamma narsani ko'rsatadi. Tushunmadim, nima bo'laydi bu? Alo? Menimcha men bu yerga ko'p qolib ketganimdan tomim ketyaptimi, nima balo? O'zi men bu yerda zo'rg'a tirik qolishga harakat qilyapman. Yana bu yerda tomim ketishi yetmay turuvdi. Men aytilgan manzilga bormagunimcha yo'lda davom etaverdim. Va nihoyat ko'zlagan manzilimga yetib keldim. Men mana shu yerda va nihoyat 3-diskni qo'lga kiritaman. So'ngra uyga qaytsam ham bo'laveradi. Men juda ham tez va epchil bo'lishim kerak. Shuning uchun yo'q. Mana shu qo'ygan bir qadamim butun sarguzashtimga nuqta qo'ydi. Men parkur sivilizatsiyani jarlikka tushib ketayotganda ko'rdim. Va asta-sekinlik bilan mening jonim keta boshladi. Bir necha soniyalardan so'ng hammasi tugaydi. Men uddala olmadim. Men yana bir bor parkur sivilizatsiyasini qutqarib qolaman deb o'ylagandim. Lekin bu meni qo'limdan kelmadi. Meni ko'z oldimdan o'tayotgan hayotim bu sekinlashtirilgan kadrga o'xshardi. Menimcha meni tomim ketyaptimi nima balo? Chunki men tepalikka ko'tarilyapmanmi? Tushunmadim. Meni tomim ketmayapti. Men hali o'lmadim. Chunki men parkur sivilizatsiyasiga yana qayta tiklanyapman. O'zi nimalar bo'lyapti? Men o'zimni butun o'tgan umrimni teskari tomonini ko'ryapmanmi nima balo? Chunki men borgan sari yuqoriga qarab ko'tarilib boryapman. Aqldan ozish mumkin. Aql menga ikkinchi imkoniyat berildi. Men kerakli blokning oldiga turib va uning ustiga tushdim. Men o'lmadim. Men yana parkur sivilizatsiyasiga tiklandim. Men umrim bino bo'lib hali bunday voqea bo'lganini eshitmaganman. Menimcha parkur parvardigori yana meni qutqardi. Men atrofga nazar soldim va qandaydir o'yinchini qochayotganini ko'rdim. Keyin meni esimga keldi. Axir men xavf ostida edim-ku. Chunki meni ortimdan quvib kelishayotgan edi. Balkim jangchilar mendan oldin o'tib ketishgandir. Chunki oxirgi marta ko'rganimda u deyarli marraga edi. Balkim diskni oldimikin, lekin hali bilmayman. Balkim u o'yinchi boshqa kishidir. Men qanday qilib bo'lmasin bu sinovdan albatta o'tishim kerak, chunki disk bor yo'qligini bilishim kerak. Chunki parkur parvardigori menga qo'lidan kelgancha yordam beryapti. Shuning uchun men harakat qilishim kerak. Parkur sivilizatsiyasida qancha ko'p sakrasang, shuncha savollaringga ko'proq javob olasan. Lekin meni ishonchim komil emas. Men bu yerda qancha sakrasam ham savollarimga javob topa olmasam kerak. Hozir meni qiladigan ishim olg'a qadam tashlab tezroq marraga yetib olishim kerak.
Men ishonaman, meni kimdir yoki nimadir jarlikka tushib ketayotganimda meni qutqarib qoldi. Chunki men parkur sivilizatsiyasini qutqarib qolishim kerak. Shuning uchun ko'p o'ylamaymanda ko'proq sakrab sinovlardan o'tishim kerak. Lekin men bu yerda oldingi o'yinchilarning izini ko'rmayapman. Bo, mana endi tushundim nima uchun bu yerda izi yo'qligini. Menimcha yana bir bor meni qutqarishlariga to'g'ri keladi-yo. Mana endi men bu yerda shoshilmasligim kerak. Bu yerda muhimi tezlik emas, muhimi ritmga tushib olish kerak. Axir bunday tor joyga kirish qiyin-ku, lekin men bajarishim kerak. Xullas men tunnelga qarab sakradim va xurustallar ustiga turishga harakat qilyapman. Bu yerga qattiqroq yo'tal olib yoki qattiqroq nafas oladigan bo'lsang, to'ppa-to'g'ri jarlikka tushib ketishing hech gap emas. Xayriyat, men bu tor joydan bir balo qilib o'tib oldim. Demak, menda hali imkon bor. Men chiqib olgandan so'ng atrofga nazar soldim. Hali sinovlar anchagina edi. Bu sinovlardan o'tayotganimda jangchini ham ko'rmadim, itni ham ko'rmadim. Menimcha u kim bo'lishidan qat'iy nazar hali 3-diskni qo'lga kiritgani yo'q. Mana endi men 3 blok uzoqlikdagi xurustalning ustiga sakrashim kerak. Men salgina orqaroqqa borib va sakrashga qaror qildim. Men bu yerdagi birinchi uzoqqa sakrashim bo'ldi. Men chempion bo'lsam ham, lekin bunday sakrashlarni birinchi marta amalga oshiryapman. Lekin bu yerdagi parkur sinovlar parkur sivilizatsiyasidagi sinovlarga o'xshar edi. Lekin mana bu xurustal sinovlar parkur sivilizatsiyasida yo'q. Chunki bunday sinovlarni deyarli hech kim bajara olmaydi. Mana endi tushunib yetdim nima uchun bu sinovlarni parkur sivilizatsiyasidan yo'q qilganlarini. Lekin endi buni ahamiyati yo'q. Xullas men bu yerdan chiqib olganimdan so'ng menga bor haqiqatni biron kimsa aytib berar. Men bir qadam qo'yganimdan so'ng kimnidir ovozini eshitdim. Menga ishon, men bu diskni olishga kuchim yetadi. Shunchaki menga ishon. Jinurson, yana bir ovozmi? Men uni eshitgan edim. Bu ovozlar o'zi qayerdan kelyapti? Meni tomim ketyaptimi desam, yo'q, tomim ketmayotgan ekan. Mana endi bu ovoz meni haqiqatan qo'rqityapti. Bu la'nati diskni qo'lga kiritish bunchalik qiyin bo'ladi deb o'ylamagan edim. Men o'zi bu yerda tirik qolishga harakat qilyapman, yana qandaydir ovozlar miyamda yuribdi. Men uyga borganimdan so'ng aniq dam olmasam bo'lmaydi. Va nihoyat 10 marotaba parkur qilib sakrasam marraga yetib kelaman. Men shunchaki hech qayerga qaramasdan yo'lda davom etishim kerak. Keyin esa yo'q, Jinurson, bunday xatoni qaytib qilmaslik kerak. Bu yerga sinovlarni qo'yibsan. Xurustallarni to'g'ri qo'ysalaring o'lasanlarmi? Xayriyatki men bu yerda bir o'zimman. Mana shu qiyin sakrashni amalga oshirganimdan so'ng bu sinov ham tugaydi. Mana endi xavfli vaziyat. Bu yerda mendan oldin 3-diskni hech kim olib ketmaganmikin? Agar mendan oldin kimdir olib ketgan bo'lsa, men qanday qilib orqaga qaytaman bilmayman. Lekin hali 2ta disk menda, disklar menda ekan, bu yerdan hali hech kim chiqib keta olmaydi. Va nihoyat men platformaning ustidaman. Lekin ne ko'z bilan ko'rayki, 3-disk ham meni qo'limda. U o'yinchi kim bo'lishidan qat'iy nazar 3-diskni qo'lga kiritishi mumkin edi. Lekin 4ta diskdan 3tasi meni qo'limda. Bu disklar bilan men o'z sivilizatsiyamga qayta olaman. Yana bitta diskni qo'lga kiritsam bo'ldi, men parkur sivilizatsiyasiga qaytaman. Faqatgina 4-sinovdan eson-omon tirik chiqsam bo'ldi. Xullas men Sivitning oldiga boryapman, chunki u menga 4-kompasni berish kerak. Men yo'lda ketayotganimda yana bir ovoz eshitdim. Meni uylarning ichidan qidir. Bu mening miyamda o'rnashib olganmi yoki xayolimda bo'lyaptimi tushunmayapman. Kimdir men bilan bog'lanishga harakat qilyaptimi? U qandaydir uyning ichidami? Bu ovozlar menga nima demoqchi tushunmayapman. Keyin esa men uzoqdan kimnidir ko'rdim. U uylarning atrofida edi. Men uni tanidim. Axir men sinovlardan o'tayotganimda uni ko'rgan edim. Men uni jarlikdan tepalikka ko'tarilganimdan so'ng ko'rdim. U kim bo'lishidan qat'iy nazar menimcha xabarlarni mana shu yuborayotganga o'xshaydi. Lekin uning oyog'ida hali ham zanjirlik oyoq kiyim bor edi. U parkur jangchi edi. Bu degani menimcha men yana parkur battle'ga qatnashishimga to'g'ri keladi. Lekin bu yerda boshqa gap bor edi. Chunki kimdir meni bu yerga chaqirdi. Men buni tagiga yetishim kerak. Agar bu uchrashuv parkur battle bilan tugaydigan bo'lsa, demak men bu taklifni qabul qilaman. Men xonaning ichiga kirdim. Xonaning burchagida boshqa o'yinchi bor edi. Qani bo'la qol, bo'ladigan ishni tezroq bo'lgani yaxshi. Nima, sen o'z joningni shunchalik qutqarib qolishga shoshilyapsanmi? Mayli. O'z jonimni qutqarib qolishga? Tushunmadim. Axir men seni birinchi marta ko'rib turibman. Men seni sinovlardan o'tayotganingni kuzatib turdim. Men bilardim, bir kun emas bir kun sen jarlikka tushib ketishingni. Men senga pishiriq moslamalari bilan hujum qilmoqchi edim. Lekin men o'ylagan narsa bo'lmadi. Tushunmadim, men jarlikka tushib ketmasimdan oldin menga hujum qilganmiding? Men bunaqa bo'lishini hattoki bilmagan edim ham. Shoshma, men hech narsaga tushunmayapman. Nega sen meni jonimni qutqarib qolmoqchisan? Sen hattoki meni kimligimni ham bilmaysan. Men bilaman, sen parkur chempionsan. Bilasanmi nima uchun men bularni bilaman? Sen biz tuzgan rejaning bosh qahramoni eding. Sen barcha disklarni biz uchun to'plab yuribsan. Shoshma, yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Axir men parkur jangchilari bilan jang qildim, o'lib ketishimga salgina qoldi. Agar ularga disk shunchalik kerak bo'lsa, nima uchun meni o'ldirishga harakat qilishdi? Sivit bizga hammasi ishonarli chiqishini aytgan edi. Tushunarli, demak bu rejaning ustida Sivit turibdi. Albatta bu Sivit. Agar sen menga ishonmasang, o'rtadagi blokning ustiga sakrashing mumkin. Men xonaning o'rtasidagi blokning ustiga sakradim. Yana shu tovushlar eshitila boshladi. Biz ularni yer bilan yakson qilmoqchimiz, demak ularga mag'lub bo'lishimiz kerak. Jinurson, bu Sivitning ovozi. Buni qanday qilyapsan, lekin men senga ishonmayman. Ishonaver, agar sen xurustallar ustiga sakrab gapiradigan bo'lsang, sening xabarlaring yillar davomida xurustal ichida qolib ketadi. Sen bu tovushni mana shu xonada eshityapsan. Demak, bu reja mana shu xonada tuzilgan. Bu Jinurson, men kimga ishonishni ham bilmay qoldim. Demak, men bu disklarni o'zimni dushmanim uchun yig'ib yurgan ekanman.
Men tushunmay qoldim. Sivit menga rost gapirganmi yoki yolg'on gapirganmi? Agar bu tuzilgan rejada sen ham qatnashgan bo'lsang, nega menga yordam beryapsan? Mendan nima xohlayapsan o'zi? Bizning rejamiz tugab boryapti. Shunisi menga yoqmayapti. Men senga shuni aytmoqchimanki, sen ularni mag'lub qila olasan. Agar men senga yordam bersam, sen meni parkour sivilizatsiyasiga qaytarishing kerak. Men senga qanday qilib ishonaman? Balkim bu rejalarning ustida sivit turmagandir. Nima uchun bo'lmasam unda barcha kompaslar bor. Ularni qayerdan olayotganini nima uchun so'ramayapsan? Agar uning gapirgan gaplari rost bo'lsa, demak Sivit jangchilar bilan birga ishlayaptimi? Lekin mayli, hozircha menda 4 ta diskdan 3 tasi bor. Men haligacha tushunmayapman. Ular qanday qilib bu disklarni mendan tortib olmoqchi? Agar men 4-chisini ham topadigan bo'lsam, albatta bu yerdan chiqib keta olaman. Bilaman, hozir men pistirmadaman, lekin men hozir o'zimga ishonishim kerak. Bu jangchi menga to'g'ri gapirdimi yoki noto'g'rimi, men hali tushunmayapman. Mana men 3-diskni ham qo'lga kiritdim. Bu oson bo'lmadi. Mana u qo'limda. O, qoyil qolsa arziydi. To'g'risi sen buni uddalolmaysan deb o'ylagandim, lekin men adashgan ekanman. Yana bittasini qo'lga kiritsak, biz bu yerdan chiqib keta olamiz. Mana bu oxirgi kompas, 4-diskni topishing uchun. Bu sinov eng qiyin sinovlardan biri. Shuning uchun ehtiyot bo'l. Mayli, mendan boshqa bu disklarni kim ham olardi? Albatta menda. Menga bir narsa qiziq bo'lyapti. Sen bu kompaslarni qayerdan olding? Haligi, bu kompaslarmi? Men ularni sandiqdan topib oldim. Shunchaki mening omadim keldi. Ha, menimcha omad kelganga o'xshaydi. Ha, la'nati, men seni gapingga ishondim. Men aniq pistirmaning ichidaman. Menimcha u haqiqatni bilganga o'xshaydi. Kimdir unga haqiqatni aytgan. Mayli, ahamiyat yo'q. Bizning rejamiz ish beryapti. Mana endi keyingi rejamda uning qo'lidan hech nima kelmaydi. O'zi mening rejam men aytganday ketmayapti-yu, lekin menda unga kerakli bo'lgan bir narsa bor. Evbo, men sendan albatta qasos olaman.